Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Xudo xolasa bugun yana Aleksey akani oldiga keldik. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Aleksey akani tanishtirib o'tib ketaman. Bu sohada ko'p yildan beri tajribasi bor va qulupnoy yetishtirish bo'yicha ko'pdan beri o'zim ham kuzataman. YouTube kanalimizga kirib ko'radigan bo'lsanglar, Aleksey aka bilan oldin qilgan intervyularimiz ham bor. Hozir kelganimizga bu yerda yarim soatdan oshdi. Akani juda ko'p ma'lumotlarni so'rab o'rganib sizlarga yetkazishga harakat qilamiz va Aleksey aka rahmat shunchalik vaqt ajratib ma'lumotlar berishga rozi bo'lganingiz uchun avvalambor. Sizga ham rahmat kelganingiz uchun. Aleksey aka mana oldingi safar kelganimizda bu yerda mana 7 sotik joyingizda birinchi ekkan ko'chatlaringizni ko'rdik va siz o'sha paytda aytdingizki, men qishki sezonda 2 marta ekaman. Ya'ni bir marta ekib hosil olgandan keyin примерно dekabrda yangi ko'chat ekaman deyordingiz. Hozir shu etap bo'ldimi bu yerda? Bu bo'ldi, mana shu etap. Bu уже 70 kun bo'ldi ekkanimga. Birinchi hosil уже oldim. Где-то примерно 200 gram chiqdi. 180-200 gram chiqdi. Uni olib tashlab, ikkinchi оборот ekdim. Hozir mana ikkinchi marta, ya'ni bitta sezonda ko'pchilik bir marta ekadida, shundan bir sezon, ya'ni qishki sezonda to'liq oladi. Aleksey aka bo'lsa 2 marta olyapti. Aleksey aka hozir mana shu yerda aytib o'tib ketdingiz, 70 kun bo'ldi buni ekkaningizga. 70 kundagi hosilda qaranglar. Juda ko'pchilik mana noto'g'ri ko'chat olganning hisobiga, noto'g'ri ko'chat yetishtirganning hisobiga ko'chatni ekkandan keyin bir 3 oydan keyin hosil olyapti-da. Uni siz mana endiroda aytib o'tib ketdingiz. Ko'chatga juda katta ahamiyat berish kerak, ya'ni ildizlari yaxshi rivojlangan bo'lishi kerak va почти gullagan bo'lishi kerak. Da, nima o'ylayman 50% bu ko'chatdan bo'ladi. Ko'chat olish kerak, yaxshi ko'chat olish kerak и asosiy цветовой почка deyiladi. Чтобы цветовой почка заложена bo'lishi kerak. U inglizchada aytadi-yu 60 day cultivation bo'ladi. Bu siz ekasiz 60 kunda уже hosil olsa bo'ladi. Даже mana bitta ko'rsangiz, eski bak еще bor. Когда ekilgan, еще olib tashlamadik даже. O'sha ekkaningizda, birinchi samı bu ko'chatga ahamiyat berish kerak. Shu narsaga ahamiyat berishinglar so'rayman. Nimagaki mana O'zbekistonda почти 4 yildan beri issiqxona qurayotgan bo'lsa, juda ko'p klientlarimiz shu ko'chatdan aldanib qolyapti. Siz zo'r issiqxona qurdirganingiz bilan agar ko'chatni noto'g'ri oladigan bo'lsangiz, mana Aleksey aka aytgandaqa 60 kunda hosilga kirmaydi-da, u 3 oy, 4 oyda hosilga kiradi. Bu degani qishki sezon vaqtida уже расходы yaxshigina ko'tarilib ketadi. Unga yorug'ligi, отопленияsi, удобрениялari, ya'ni 100 so'm расход qiladigan joyga 200 so'm расход qilib keyin kirishni boshlaydi. Aleksey aka mana hozir kelib yana xursand bo'ldim. Siz aytyapsiz, bu yil yana 2025-yil ob'yomim yana ham ko'payyapti. Da, xudo xolasa. Ko'p joyga issiqxona qildirish planingiz bo'lyapti. Undan tashqari mana boshqa joylarda yana issiqxonalarni arendaga olib ish boshlayapsizlar. Klientlarimiz juda ko'pchilik oldingi safar video qilganimizda ham so'ragan, Aleksey akani oldiga borib, ilmini o'rgansak bo'ladimi, shogird tushsak bo'ladimi deb. Shu savollarga qanday javob berasiz? Birinchidan shogird olmayman-da, chunki men o'zim shu polni shu yaxshi bilmayman. 100% men aytmayman, может 60%, 70% bilaman, но kimdir o'rgatish еще как не могу, да? Shundan. Еще ani qilolmayman. A tak если iloji boricha yordam beraman. Просто постоянно vaqt bo'lmaydi-da, teplitsaga borib ko'rish. Если Telegram orqali rasm tashlasa или telefon qilsa, обязательно yordam beraman. Aleksey aka, hozir bitta narsani so'rab qolardim. Agar xo'p deydigan bo'lsangiz, hozir bitta Telegram guruh ochganmiz. Mana qulupnoy bo'yicha juda ko'pchilikda savollar bo'ladi. Sizda imkoniyat bo'ladimi o'zingizni qandaydir tajribalaringizni, bilimlarni yo xatolarni, yutuqlarni shu qisqa video qilib u yerga ham tashlab turishdi? Da, qilaman, обязательно qilaman. Rahmat Aleksey aka. Mana yangi Telegram yopiq kanal ochganmiz. Bemalol u yerga o'tib, qulupnoy bo'yicha ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Linki pastda описаниеda bor. Bemalol kiradigan bo'lsanglar, mana не только biz borib turib so'raganlarimiz, manaqa o'zi mutaxassislar ham ma'lumotlarni berib boradi bu kanalda, xudo xolasa. Aleksey aka, hozir mana juda ko'pchilik so'rayapti.
Rossiyaga boryapti o'zimiz yurtdoshlar, Qozog'istonga yoki Yevropa, Koreya davlatlarida ishlaydida, gadovoy o'rtacha qancha pul topasiz deydigan bo'lsa, 6 ming 7 minggacha pul topishyapti ekan chet davlatda yurib. Endi O'zbekistonda biz biznes plan qilib chiqarib ko'rdik. Endi bu sohani siz yaxshiroq mutaxassissiz. 5 sotik joydan agarda yaxshi issiqxona, yaxshi isitish tizimi, yaxshi agronom, yaxshi ko'chatlar hamma yo'qda agar yaxshi sistemada olib ketadigan bo'lsa, 15 ming dollar daromadga chiqsa bo'ladimi? 5 sotikdan yana aytaman, birinchidan bu ko'chat. Ha. Men o'ylayman 50% bu ko'chat bo'ladi. Если ko'chat yaxshi bo'lsa, oziqa, питание, удобрение yaxshi bo'lsa, sredства защиты, bu fungitsid, insektitsid, akaritsidlar vaqtida если bersa, asosiy harorat, temperatura o'shasa, agrotexnika полный если yaxshi bo'lsa, men o'ylayman 10 mingdan 15 ming dollargacha daromad qilsa bo'ladi. Ko'ryapsizlar, bitta narsani aytaman, bizda ya'ni bizni eng og'riqli nuqtalarimizdan biri ilm olishni xohlamaymiz. Ya'ni ilm olmasak, qaysi sohada bo'lishdan qat'iy nazar o'rganmasak daromad ola olmaymiz. Juda ko'pchilik Aleksey aka aytayapti, qulupnoy biznesi zo'r, oson, juda ham hali pomidor, bodringga nisbatan yoki qaysidir o'simliklarga nisbatan oson deb. Men unaqa emas, ya'ni unga mehr bilan, ilm bilan yondashmasangiz zarar bilan chiqyapsiz, tinmay deb gapiraman. Обязательно, если men shunaqa o'ylayman, если o'zingizga pul расход qilmasangiz, investitsiya qilmasangiz, misol uchun bu даже sohada baribir какой-то базовый знание bilish kerak, odam bilish kerak, qachon ekiladi, qanaqa bu period bo'ladi uni, nima qilish kerak, u qanaqa ishlash kerak, базовый знание bilish kerak. Если buni bilmasa, 100% minusga kiradi. O'ylamanglar, 5 sotik joyga 5 ming, 10 ming, balki 100 ming dollar расход qilasizda, u yerdan zo'r foyda olib chiqib ketaman deb. Agarda tajriba, ilm yoki yaxshi mutaxassislar bilan birga ishlamasanglar, zarar bilan chiqishinglar bir 70-80% gacha aniq bo'ladi. Aleksey aka, so'ramoqchi bo'lgan narsam, endi hozir men misol uchun noldan biznesga kirayotgan odamman. Men umuman qulupnoy biznesini tushunmayman-da. Misol men issiqxona qurdirdim, stelaj qurdirdim. Agar sizni oldingizga kelib turib, aka sizdan ko'chatni olaman, 1 yillik agronom сопровождениесini olib berasizmi desam nima deysiz? Da, shunaqa qilsa bo'ladi. No, birinchidan основной ko'chat men unaqa sotmayman. Ha. Da, ko'chat если olib kelaman, men o'zim uchun qilaman, chunki объем hozir bizda katta. Основной o'zimizga ko'chat qilaman. Если ortiqcha ko'chat qolsa, o'shani sotamiz и 1 yil, 2 yil yordam beraman. Ko'ryapsizlar, juda ko'pchilik ko'chatga asosan fokus qaratib yoradi. To'g'risi aytaman, ya'ni ko'chat, ya'ni hosildan ham ko'ra ko'proq ko'chatga e'tiborini qaratib yoradi. Aleksey aka mana aytayapti, hozir mana birinchi kelganimizda suhbatlashganimizda ham aytib o'tib ketdi. Ya'ni ko'proq mana Koreyadan yaqinda ko'chatlar olib kelsalar, ko'proq o'zimiz uchun yetishtiryapmiz. Ya'ni ob'yomlar gektarlab ko'payib ketyapti. Ba'zi joylarga o'zim borib turib, shunday ko'raman, biroz gaplashamanda, syomka uchun boraman, telefonlashib turib, syomka qilmasdan ketib boraman. Nimaga deydigan bo'lsangiz, umuman rezultat o'zida yo'q. Hosil olmagan yoki ko'chatlari o'ta ham bir xarob holatda turadi yoki mana 10 yildan beri shug'ullanaman deydida, hech qanaqa rezultat yo'q. Ya'ni kengayishga harakat ham qilmaydi. U odam maqsadi faqatgina ko'chatda reklama qilish bo'lib qoladi. Ularda ko'rsatmasdan bitta-ikkita joydan ketib bordim ham. Даже bitta-ikkitasi xafa bo'ldi. Endi agar yolg'on narsani chiqarmasdan tinmay o'zini ustida ishlayotgan odamni chiqaradigan bo'lsa, ertaga kelgan odam ham aldanib qolmaydi. Da, to'g'ri. Biz основной fokus ko'chatga qilmaymiz. Chunki ko'chat birinchidan qilish тоже qiyin, vaqt ketadi. Основной fokus bizda hosil qulupnoy olish uchun основной fokus bunga qilamiz. Chunki bu olib tashalgandan keyin bunda yana ish ko'p bo'ladi. Tam 2 oy, 3 oy bizda vaqt bor, podготовка qilish kerak, чтобы chunki ko'chat qimmat ko'chat olamiz и ekish uchun bu yer yaxshi bo'lish kerak. Gidroponika yerdami обязательно podготовка qilib ekamiz. O'shaning uchun ko'chatga такой
fokus qilmaymiz ko'chatga. Shu yerdaga ahamiyat beringlar. Mana Aleksey aka aytib o'tib ketyapti-yu, ko'chatga yaxshigina fokus qilamiz. Agar siz arzon, sifatsiz ko'chatni oladigan bo'lsangiz, undan misol 100 gram, 150 gram olgandan ko'ra, siz yaxshi zo'r ko'chat oling, undan 300 gramdan ko'proq hosil oling. Shunisiga yaxshilab ahamiyat berish kerak. Aleksey aka, mana siz borgan sari объемni ko'tarib ketyapsiz. Bitta narsa, O'zbekistonda объем ko'paygani bu yaxshimi yoki minusga olib ketadimi? Объем, ну, baribir bu хочешь не хочешь odamlar ko'radi. Kimda pul bo'lsa, tam iloji bo'lsa qiladi. Объем даже katta bo'lsa, тоже bu yaxshi. Konkurensiya bo'lsa, bu тоже yaxshi. Если konkurensiya bo'lmasa, odam как вот zinadan chiqadi-yu, bitta joyda turadi и ishlaydi, всё. Если konkurensiya bo'lmasa, qiziqmas-da. O'shaning uchun объем если katta bo'lsa, даже вот объем hozir katta, но ko'pinchada hosil yaxshi bo'lmayapti. И bozorga даже qulupnay olib borasiz, bozorlarda aytadi, yana olib kel, yana yetmayapti qulupnay. Bizni bozorga hattoki Turkmaniston ham kirishdi boshladi. Turkmaniston, Eron, Tojikistondan kiradi. Ko'p даже chet el, ну вот kiradi qulupnay, но baribir ularning mazasi bu mazasi boshqa bo'ladi. Bizda hatto hali eksportga zo'r chiqqanimiz yo'q. Qaytanga import qabul qilishni boshladi. Da, to'ppa-to'g'ri. Xuddi shunaqa bo'lyapti. Agarda shu videomiz sizlarga ozgina foydali bo'lgan bo'lsa, biz bundan xursandmiz. Aleksey akani misol uchun 100% ilmi bo'ladigan bo'lsa, kerak bo'lsa 1-2% ni ham bera olmaymiz hozir bu yerda. Imkon qadar kelib, o'zidan so'rab, o'rganib, ma'lumotlarni olsanglar, yana ham ko'proq imkoniyat bo'ladi. Aleksey akani Instagram, Telegram kanallarini qo'yib qo'yamiz. Murojaat qilishinglar mumkin. Qanaqa savolinglar bo'ladigan bo'lsa, eng asosiy maqsadimiz shu Uzgro jamoasi rejalashtirgan narsamiz shu manfaatli video chiqaraylik. Bu kimgadir foydasi tegsin. Ertaga kimdir haligi yolg'on gaplarga ishonib qolmanglar. Kecha kun bittasi kelyapti-da 500 gram hosil bemalol olsam bo'lar ekan yoki ko'chatni zo'r qilsam bo'lar ekan. Ya'ni kerak emas haligi yo'q yolg'on informatsiyalarga ishonib turib, shu yerga kirib ketayotganlar bor. Shunaqa narsalar bo'lmasligiga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Aleksey aka, katta rahmat sizga ham. Shuncha vaqtingizni ajratdingiz. Sog' bo'ling aka. Rahmat.